Siz charchamas, sog'liqlaringiz yaxshimi? Siz bizni tabobat klinikamizga qanaqa kasallik bilan murojaat qildingiz? Ovozim tutib qoldi. Olsa 7 oy pashta yo'q ovozimdan yurdim. Har xil nimalarga bordim, hammasi muncha qog'oz beradi. Olaman, ichini olaman, lekin ochilmaydi ovozim. Yo'tal bor. Shirlab qoldi, gapirmay. Tushunmaydi chiqaydi gapimga. Siqib ketaman. Oxiri mana o'g'lim, katta o'g'lim mana shu o'ynab ketishimdan Toshkentga boraman dedi. Toshkentga olib ketadan eski Toshkentda ko'rsatdim tamom. Ular dedi. O'sma dedi. Operatsiya qilish kerak dedi. Operatsiya qilish kerak, kimyo olasiz dedi. Men operatsiya doktor aytdi, shu qanday qayerda qiladi? Men ko'rganman shu operatsiya bo'lganlar kerak. Mayda turadi, tilimizni qo'yib qo'yadi. Shunaqa bo'laman dedi. Ko'rinib turasiz dedi. Yaxshi ketsangiz ketib qo'yamiz dedi. Tekshirib keladi dedi. Qon analizlarni, yuraklar tekshirib keladi dedi. Hammasini tekshirib keldik. Falon pullarga yuragimni ko'rdi, yuragim chatar ekan dedi. Yuragim davolab kel dedi. Bu yurak bilan dedi operatsiya qilolmaymiz dedi. Keyin yurakni davolashga tushdik. Yurakni olib yotdim. Tekshirdirasa, keyin o'zimiz anaqa qilib kattalar o'zini amallar bormi operatsiyaga dedi. Sizlarda eshitib qoldik. O'g'lim eshitib qoldi, televizorda ko'rib qoldi. Manada. Internet orqali eshitib kelganlar. Boraman shu yoqqa dedi. Mayli dedim. Tavakkal qilib kelibdi, boya operatsiya ham qoldi. Anaqa kimyo olish ham qoldi. Narxoz ham ko'tarilmaydi dedi, kimyoni ham ololmaysiz. Yurakni yaxshilab davolab keling dedi. Bo'lib turib endi davolanmam chiqdim 10 kun. Keyin bu yoq o'g'lim deganiga Toshkentga qoldida bu yoqqa keldikda, bu yoqqa kelib 10 kun yotdim. Kelinimni olib keldim. Qarashga ikkalamiz 10 kun yotdikda ketdik, haylashib uyda borib 1 oy ichdim. Ro'zaning ichida ham polni ichdim. Ro'zadan chiqqandan keyin 3 kun 4 kun qoldi. Uni ham ichdim hammasini dedi. Oda bo'lmaydi-ku, mayizga solgach hammasini ichdim. Keyin 1 oy deganda ovozim chiqdi. Ey Xudo, Allohga shukr, bersa shukr. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Bolalarim xursand bo'lib, xo'jayinim bor. Ishonmayman. Xo'jayinim xursand bo'lib. Dadam aytadi, sen eshityapsanmi onangning ovozini dedi. Menga ishonmayapti dedi. Hammaga telefon qiladi. Mana eshitdinglar, ovoz chiqdi, mana eshitdinglar, ovoz chiqdi dedi. Akamlar eshitdi, "Voy, ovoz chiqdi" deb. Yangalarim hammasi voy, xursand bo'lib qoldi. Sizga o'sha tashxislaringizda, diagnozda qiqildoq saratoni deb tashxis qo'yilgan ekan. Mana ana shu paytdagi holatingizdan hozirgi holatingizni farqi o'ta katta. Mana deyarli 70% ga yaxshi bo'libsiz. Ovozlaringiz ochilib, yumlar ancha ochilibdi. Mana keyingi tekshiruvlarni ham hozir bizning doktorlarimiz ko'rib chiqdi. O'g'lingiz ham tekshirtirib ketdilar qaytadan. Tabriklaymiz. Avvalambor Alloh shifosini berganiga. Toshkentdagi o'sha xotin ko'rib rosa ketdi. Voy, bu mo'jiza. Bu mo'jiza. Hozirgi oxirgi tekshiruv videolarni olib qoldi. Bu oldingi tekshiruv. Yangi eski Toshkentdagi anaqalar. Doktorlar hammasi har anaqa bo'lib qoldi shu. Adreslaringizni so'rab berdik. Allohga yaqin banda ekansiz, Alloh suygan banda ekansiz. Siz Alloh shifo berdi, bu mo'jiza. Rus xotin yana. Bu nima rosa anaqa qoldi. Inshaalloh. Qulog'im og'riyapti, ya'ni qulog'imda xonalar mo'jiza, bu mo'jiza. Siz Allohdan suygan bandasi ekansiz dedi. Siz Alloh suyib tartibga shifo beribdi deb xursand bo'ladi. Do'pposlik holatlari bor-a? Allohga shukr, alhamdulillah, alhamdulillah. Bitta duoyingizni olaylik endi xotinam. Sizni Duo duoyingizni qiling dedi. Duo qiling. Allohim o'zingga behisob shukr, qilayotgan kuniga shukr. Bu dardlar, gunohlarga kafarat bo'lsin. Allohim sizlarga ming marta rahmat. Ota-bolalarga qilqishlaringga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Hammasini Alloh rahmat qilsin. Shularni yaratgan, shu mo'jizalarda qildirgan Allohimga shukr. Sizlarga ming rahmat. Ishlayotgan qizlarga rahmat, hammalaringga rahmat, ming rahmat. Alloh kelajaklaring yaxshi bo'lsin. Hamma bemorlaringlarga shifo berib, jo'natinglar. Sizlardan minnatdormiz, rahmat qilsin. Ko'mishinglar, jonlaring sog' bo'lsin, umrlaringiz uzun bo'lsin, ishlaringiz butun bo'lsin. Kelayotgan hayit bayramdan hammalari qutlaymiz. Alloh dargohida qabul qilsin, hamma ishlaringizni xayrli bo'lsin. O'zingiz ham hayit ayyomlaringiz bilan
Shu dardlaringizga oxir shifosini topib, Alloh yuzimizni yorug' qilsin. Ilohim. Allohu akbar. Rahmat.